o'zbek ajoyib xalqda ketma-ket 3-4 o'g'il tug'iladi-yu, любой payt tug'ilishni to'xtatish mumkin. Lekin ketma-ket qiz tug'sin bechora xotin. O'g'il tuqquncha tug'diradi-ya. Katta qizi bilan raddomda yotibdi. Nevaralari keladi ko'rgani. Bu jon tog'am tug'ilmadimi? Kutib turaylik-chi, tog'aymi, xolaymi hali ko'ramizda. Yana qizlarga erim qilib ism qo'yishadi, keyingisi o'g'il bo'lsin deb. Qiz bolaning ismini qarang, O'g'ilay. U O'g'ilaydan keyin ham 3 ta qizi bor-da. Qoraqalpoqlarda ham bor ekan, ul bo'lsin. O'g'il bo'lsin degan ekan. Ana endi o'g'il bolalarga ism qo'yasizlar endi. Qistay. Qoraqalpoqlarda suluv bo'lsin. Chunki yetmayapti qizlar. Oldin onalarimiz aytardi, mana o'g'li borlar. Voy o'g'limga qiz qidirib kavushim yirtildi. Hech ham qiz qidirganingiz uchun kavushingiz yirtilmagan, qiz tanlaganingiz uchun yirtilgan. Bo'yi uzun bo'lsin, chiroyli bo'lsin, qosh ko'zi qora bo'lsin, hamshira bo'lsin, o'qigan bo'lsin, pazanda bo'lsin. Ha, bitta qiz bolaga shuncha xislat kam emasmidi? Ana endi borini olasiz. Bersa olasiz. Qizi borlar. Shu yerdamisizlar? Bizni zamonimiz keldi. Endi unaqa oldingidaqa qudaligi, nima deydi, sovchilarni dasturxon solib, bezatib kutib olish shart emas. 2 ta stakan bilan bitta bezgak suv qo'yib qo'yinglar, bo'ladi. O'zi tugun qilib kelsin kerak bo'lsa. Qizi borda, nozi bor degan maqol ana endi ishlaydi. Voy, oldin dasturxon solib, pista-bodom qo'yib o'zi yemaganini. Qizini maqtab o'tirardi bechoralar. Qizim ostona xatlab ko'chaga chiqmagan. 10 ta gapirsiz, bitta gapirib turjayib turadi. Instagram, Telegramga kirmaydi. Ostona xatlab ko'chaga chiqmaydi-ya. Endi shart emas. Onajonlar, mana qizim. Ko'chadan kirmaydi. Qo'lidan telefon tushmaydi. Bitta gapirsang, betingni yurib oladi mana ahvol. 11 gacha uxlaydi. Siz yigitning onasi ham boshqa iloji yo'q-da. Rosa mana shunaqasini qidirdim men. Rosa men bopakam mana shu qiz. Menga bering shuni, o'g'lim ham aytdi-da, shunaqasidan topib keling dedi. Meni o'g'limchi rosa pazanda. Mana erkak kishining ishi, mana ayol kishining ishi deb o'tirmaydi. Voy chokka rosa tekis. Mana shu kiyimga yamoq solsa yamalgani bilinmaydi. Meni ham qizim kir yuvsa yuvilgani bilinmaydi.